Masalan, biz Nishonovni ko'rayotganimiz yo'q. Hammaga imkoniyat berilyapti bu o'yinlar orqali. Baribir o'rtoqlik maqomida qaralyapti, tayyorgarlik jarayonlariga e'tibor qaratilyapti. Qolaversa finalga chiqib bo'lganmiz, hozir esa zarba gol! Hisob ochildi. Shu tarzda terma jamoamiz oldinga chiqib oldi. Muzaffar Rahmatjonov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. To'pni egallab olgandan keyin u bir necha qadam tashladi va kuchli zarba bilan to'pni raqib darvozasiga joyladi. Xotirjam qabul qilib olyapti golni bosh murabbiyimiz. Mana bu tarzda to'pni o'ziga to'g'rilashi bilan himoyachidan mana o'tishi bilan tepdi. Darvozabon ozgina oldinga chiqib ketganligini ko'rdi Muzaffar va vaqtida juda kuchli tarzda to'pni darvoza burchagiga joylayapti. Olmaski ko'rmadi emas, hozir esa qarshi hujumni qaytarish kerak va 1-1 hisob tenglashdi. Afsuski, juda kuchli zarbaga ega Dias gol uryapti. Demak, Konnigas hozir chap oyoqda to'pni darvozamizga juda kuchli tarzda yo'naltirdi va hisobni tenglashtirdi. Qarshi hujum edi, hujumga berildik. Bitta himoyachi qolgandi, qolganlar mana yetib qaytib kelishga ulgurmadi. 3-likka ortga qaytgani bilan to'p Tojikiston ikkinchi o'ringa ko'tariladi. Hozir zarba! Gol! Akbar Usmonov! Darvozabondan qaytgan to'pni darvozaga yo'llab hisobni 2-1 ko'rinishiga yetkazyapti. Shunchaki ajoyib. Mana Jo'rayevning zarbasini darvozabon qaytardi. Ayyor hujumchi tayyor turgandi va to'pni shu tarzda darvozaga yo'lladi. Hujumchi albatta ayyor bo'lish kerak. Akbar Usmonov zo'r o'tib ketyapti terma jamoamiz a'zolari. Pas, zarba. Pas. Yana bir pas, zarba, gol! Uzoq davom etgan hujum gol bilan yakuniga yetyapti. Abror Ahmedziyanov o'z nomini tabloga yozdirib qo'ymoqda. Golni ko'ramiz. Mana bu o'yinchimiz o'tib ketishiga e'tibor bering do'stlar. Samariddin Berkinov bu golda katta mehnat qildi. Hujumning ikkinchi qismida ham u to'pni Qamirovdan qabul qilib, aniq pas berdi 11-raqamga. Va bu yerda Abror Ahmedziyanov to'pni darvozaga joyladi. 3-1. Mana bu o'tib ketishga qarang. Berkinovga olqishlarimiz. Pas yomon bo'lmadi. Keyingi pasdan yana ko'rsatiladi mana. To'pni qabul qilib oldi. O'sha birinchi hujum yakuniga yetmagandan keyin hamma joyida to'g'ri turdi. Abdumallonov Farhod, o'sha avlod. Hozir gol! To'ruber! Ikkinchi taymdagi birinchi gol uzoq kutildi. Taym o'rtasiga kelib o'sha golni urdik. Qadrli do'stlar, Samariddin Berkinov hisobni To'ruber ko'rinishiga keltiryapti. Uning raqami 14. Hisob To'ruber raqamini teskari holatini yuzaga keltiryapti. Akbar Usmonov qanday uzatmani amalga oshirdi. Aniq pas ko'rdi. Mana hujum markaziga Muzaffar orqaga va gol! Qanday chiroyli ijro! Super gol! Akbar Usmonov dubl. Akbarning parvozi, muxlislarning hayqirig'i. Mirabror Usmonov xotira turniri. Mana shu musobaqa finali Tojikiston bilan qanday o'tishini bugungi o'yin ham ko'rsatyapti. Terma jamoamizni to'xtatib bo'lmayapti. Pushka zarba. Akbar Usmonov. Qarang. Jo'rayev orqaga, Usmonov chap oyog'ida darvozani yuqori qismiga to'p bo'sh qolgan darvozaga gol ko'ramiz demak bugun degan niyatdamiz, lekin raqib gol urib ketdi bu safar. O'sha 5lik foydalandi va gol urdi. Bu yerda Panigua darvozamizni ishg'ol etyapti. Mana bu tarz. Ha do'stlar, himoyachidagi kichik xato qimmatga tushdi. Gvatemala ikkinchi taymda ham bir martagina bo'lsa ham gol urdi. Rapiyev, Ahmedziyanov
Anvarov. Mehmonlar yana o'yinchi darvozabon xizmatidan foydalanyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Luis Santizo yana gol urib qo'yapti. Raqib avtogol. Ahmedziyanov darvozamizga to'pni to'g'rilab qo'ydi. Avtogol. Mana qarang, baribir bu avtogol yoziladi, darvozaga to'g'ri borayotgani yo'q edi. Ahmedziyanov. Endi unda ham ayb yo'q. Zarba juda kuchli edi. To'pni qaytarishga tayyor turgan. 1 daqiqada 2 gol o'tkazib yubordik. Hisob 5-3. Lekin bilasizmi hozir? 1,5 daqiqada Guatemala bitta gol ursa finalda o'ynaydi O'zbekiston. Hozir to'plar nisbati ulardan ancha yaxshilandi, lekin 2 gol farqi bu Tojikistonni finalda o'ynashini ta'minlaydi. Hozir o'ylaymanki Tojikistonda ham mana bu efirni jonli efirda kuzatayotgan futzal ishqibozlari O'zbekistonga o'zi shundoq ham bizga muxlislik qiladi ular, lekin yaxshi ehtiyot bo'lish kerak. Terma jamoamizga Chindan ishqibozlik qilayotgan bo'lsa kerak. Hozir Guatemalada bugun 3 ta gol, jami 9 ta gol, 5 ta gol o'tkazdi. 9-10 -1. Tojikistonda 7 ga 7 to'plar nisbati. 10 ga 10 bo'lsa Guatemala o'ynaydi. Biz bilan. Ular agar bitta gol farqida boy bersa. Shuning uchun qolgan daqiqalar o'zi final 40 soniya final deya oldi. Raqib uchun ayniqsa. Biz esa menimcha baribir Tojikiston bilan o'ynaganimiz ma'qul. Guatemala bilan keragicha o'ynadik. Ikkita xalqaro o'rtoqlik o'yini mana bu musobaqada bitta 3 ta bo'ldi. Tojikiston esa faqat mana shu Mirabror Usmonov klubiga keldi va ularga qarshi ikkinchi o'yin Markaziy Osiyo derbisi. Tojikiston ham jahon chempionati qatnashchisi. Ularga qarshi o'yin albatta bu o'yindan ko'ra qiziqarliroq bo'ladi deb o'ylayman va raqib gol urdi. Va ular finalda o'ynash imkoniyatiga ega bo'lyapti 17 soniya qolganda. Nima bo'ldi? Jose Venancio Lopez qo'pollik bor deb baholayapti. Qo'liga tegdi darvozabonni raqib deb. O'ynovchi darvozabon rolida harakat qilgan raqib o'yinchisi Marvin Sandoval gol urib ketyapti. Oxiri yomon bo'ldi. Oxiri yomon kechyapti, lekin g'alaba biz tomonda. Agar 10-10 Guatemalada 7-7 Tojikistonda o'zaro o'yinlarda Guatemala yutib qo'ygan. Tojikistonni o'sha chubir hisobda yutib ketgandi. Katta vaqt Tojikiston bugun hisobidagi g'alabani saqlab turib oxirida 3 ta gol qo'yib yuborgandi va hozir onlayn jadvalda O'zbekiston 1-chi, Guatemala 2-chi. 10-10 demak Guatemala finalda biz bilan o'ynaydi. Hozirgi holat bo'yicha. Endi 17 soniyada agar biz bitta gol ursak, Mirabror Usmonov kubogi finalida O'zbekiston va Tojikiston o'ynaydi. Ura olmasak, bugungi raqiblarimiz bilan yana bir o'yin o'tkazamiz. 12 kunda 4 ta o'yin, bunaqasi bo'lmagan. Mayli. Gap so'z yo'q. Kim bilan o'ynashimizning farqi juda ham katta emas, lekin baribir derbi yaxshiroq.
qanaqadir kimga qanaqa CONCACAF vakili bilan o'ynab rejalarni to'liq amalga oshirib qayta o'yinlarda qatnashib mana bunday mana qandaydir daqiqalarda gollar o'tkazib yubordik. Mana shu holatlarni tekshirib olish bu ham o'ziga xos bo'lsa kerak. Bo'ldi. Qolganiga terma jamoamiz hujum qilmadi. O'yinni tugashini kutdi, chunki oldinga borib qarshi hujumni